Xo'p, endi meyoz. Meyoz o'zi nima? Xo'p, meyoz bu jinsiy hujayralarning bo'linib ko'payishi. Ya'ni jinsiy hujayralarning hosil bo'lish jarayoni bu meyoz natijasida sodir bo'ladi. Xo'p, endi meyoz sodir bo'lishi uchun bularda ham dastlab interfaza sodir bo'ladi. Ya'ni meyozda ham birinchi interfaza sodir bo'ladi. Interfazadan so'ng meyoz 1, meyoz 1dan so'ng interkinez va bundan keyin meyoz 2 sodir bo'ladi. Mana shu meyoz hisoblanadi. Meyoz sikl emas, u bir marta sodir bo'ladi. Hujayraning bitta hujayrani hayoti davomida bir marta sodir bo'ladi xolos. Bundan boshqa sodir bo'lmaydi. Xo'p, endi bularda ham interfaza sodir bo'ladi, ya'ni interfaza bosqichi bu tayyorgarlik. Demak, interfazasi nimalardan iborat? Bularda ham G1, sintez hamda G2 bosqichlardan iborat va bu barchasi mitoz bilan bir xil holatda ketadi. Ya'ni barcha holatlari mana shu sintez davrida DNKning 2 hissa ortishi, hujayra markazini 2 hissa ortishi, gistol oqsil sintezlanishi va mana shu tubulin oqsilining sintezlanishi, bular hammasi demak mana bu G1 bosqichida RNK sintezi sodir bo'lishi, translatsiya, bular hammasi demak mitoz bilan bir xil ketadi. Va bu interfaza tugagandan so'ng meyoz 1 boshlanadi. Undan so'ng o'rtada oraliq interkinez va undan keyin esa meyoz 2 sodir bo'ladi. Xo'p, endi bu jarayonlar qanday amalga oshadi? Meyoz 1, profaza 1, metafaza 1, anafaza 1 hamda telofaza 1 bosqichlardan iborat bo'ladi. Agar bu birlarini aytmasam, agar mitozni profaza, metafaza, anafaza, telofazasi bilan bir xil bo'lib qoladi. Shuning uchun metafaza 1, anafaza 1, telofaza 1 deb aytishimiz shart. Meyoz 2 ham xuddi shunaqa. Profaza 2, metafaza 2, anafaza 2 hamda telofaza 2. Har birini xuddi shunday rim raqami bilan ifodalab ketishimiz kerak. Xo'p, endi birinchisi profaza 1. Profaza 1 xuddiki mitoz kabi sodir bo'ladi. Mitozda qanday sodir bo'lsa, xuddi shunday ketadi. Hujayra markazlari ikkita qutblar tomon tarqalishni boshlaydi. Yadro shirasi yopishqoqligi kamayadi, yadro qobig'i yemiriladi. Xromosomalar spirallashni boshlab, sitoplazmada erkin holatda joylashadi va ko'zga ko'rinadigan holatgacha keladi, ya'ni yorug'lik mikroskopida. Mana men misol uchun 8 ta xromosoma yozib qo'ydim. Yorug'lik mikroskopda ko'zga ko'rinadigan holatga keladi. Va bu profaza 1 bosqichi. Va profaza 1 bosqichda o'ziga xos bir xususiyat borki, crossing over hamda konjugatsiya. Crossing over va hamda konjugatsiya nima? Konjugatsiya bu gamologik xromosomalarning o'zaro bir-biriga yaqinlashuvi. Bu gamologik xromosoma o'zi nima deydigan bo'lsak, gomo degani o'xshash degani. O'xshash xromosomalarning o'zaro bir-biriga yaqinlashishi konjugatsiya. Ulardagi o'xshash belgilarning almashinishi esa crossing over deyiladi. Misol uchun mana bunda katta A, kichik A, katta B, kichik B genlari turibdi. Ularning almashinishi, o'xshash belgilari. Misol uchun katta B bilan kichik B almashishi qanday bo'ladi? Ikkita xromosoma turibdi. Mana tayoqcha shaklida chizib olaman. Har bir xromosoma bitta xromosoma, mana bitta tayoqcha. Birinchisida mana katta B turibdi, ikkinchisida kichik B turibdi. Ular almashadi, o'z o'rinlarini o'xshash qismlar. Mana bu holatda almashadi. Demak, katta A, bu yoqqa kichik B o'tib qoldi. Bu yoqda kichik A, bu tomonga esa katta B o'tib qoldi. Hosil bo'ldi nima? Katta A, kichik B, kichik A, katta B. Bu genlarning chalkashuviga sabab bo'luvchi omil, ya'ni crossing over deyiladi. Aynan shu crossing over hamda konjugatsiyaning sodir bo'lishi bilan mitozdan farq qiladi. Chunki qolgan barcha xususiyat mitoz bilan bir xil ketadi profaza 1da. Xo'p, endi metafaza 1. Metafaza 1da mitozdan tubdan farq qiladi. Metafaza 1da xromosomalar ekvator tekisligida juft holatda, ya'ni gamologik holatda joylashadi va bo'linish urchuqlari to'liq shakllanadi. Har bir xromosomaning belbog'iga faqat bir tomondangina axromatin iplar kelib birikadi. Mana faqatgina bir tomondan kelib birikadi. Mana o'sha mitozdan farq qildi. Anafaza 1da endi xromosomalar bo'linmaydi. Butunligicha qutblarga tortiladi. Har bir qutbga misol uchun mana 4 tadan tortilyapti. Men misol uchun 4 tadan yozdim. Bu degani har bir organizmda faqat 4 ta xromosoma bor degani emas.
Mana xromosomalar butunligicha tortilyapti. Bizda mana 32-rasmda ham berib ketilgan. Mana profaza bir bosqichi, bu metafaza bir bosqichi, anafaza bir bosqichi, endi telofaza bir bosqichga keldik. Demak, telofaza 1da hujayralarimiz bo'linishi kerak. Aynan shu hujayramiz bo'linyapti. Mana qutblarda xromosomasi bor 4 tadan. Va bu hujayramiz bo'linadi o'rtadan to'siq paydo bo'lish yoki botib kirish orqali. Nima uchun ikki xil usulda? Sababi mitozda aytganimizdek, o'simlik hujayrasi o'rtasidan to'siq paydo bo'lish orqali, misol uchun mana telofaza 1da o'rtasidan to'siq paydo bo'ladi. Yoki hayvon hujayrasida esa botib kirish. Mana rasmda o'zi berib turibdi, botib kirish orqali. Chunki hayvon hujayrasining membranasi yupqa, o'simlikdagi esa qattiq holatda bo'ladi. Va ikkita yosh hujayra hosil bo'ladi. Ikkita yosh hujayra. Va xromosomalar yana tez-spirallashadi. Ya'ni spirallar yoyiladi. Xo'p, endi undan so'ng o'tyapti qaysi bosqichga? Endi undan keyingisi interkinez davri juda ham qisqa sodir bo'ladi va balkim ayrim hujayralar sodir bo'lmasligi ham mumkin. Bu interkinezning interfazidan farqli tomoni, interkinezda hech qanaqa DNK sintezi, axborot sintezi amalga oshmaydi. Va undan so'ng o'z-o'zidan meyoz 2 jarayoniga o'tadi. Bu meyoz 1 edi, meyoz 1 tugallandi, meyoz 2 ga o'tdik. Xo'p, meyoz 2da demak dastlabki bosqichimiz bu profaza 2. Har bir hujayramiz, mana bu ikkita hujayramiz har biri xuddi shu jarayonni amalga oshiradi. Profaza 2 mitoz bilan bir xil ketadi. Hujayra markazlari bo'linish uchun hosil qilish uchun qutblar tomon tarqaladi. Xromosomalarimiz mana spirallashadi yorli mikroskopda ko'rinadigan holatda. Endi nima uchun menda 4 ta qolyapti? Sababi dastlab 8 ta hujayra, ya'ni xromosoma olganman va bundan hosil bo'ldi. Har bir hujayramda 4 tadan xromosomaga ega bo'lgan, shuning uchun 4 ta xromosoma chizyapman endi bunda. Endi metafazada qanday holatda bo'ladi degan bo'lsak, metafazada mana ekvator tekisligida toq holatda, yakka holatda joylashadi. Juft holatda joylashmaydi endi. Toq holatda, ya'ni yakka holatda. Va bu yakka holatda joylashgan xromosomalarimizga har bir bo'linish urchug'idan ikki tomondan axromatin iplar kelib birikadi. Jarayon jihatidan meyoz 2 mitoz bilan bir xil ketadi. Anafaza 2da xromosomalarimiz tenkiga bo'linib mustaqil xromatidlarga aylanadi. Xromosomalar 2 ga bo'linib ketdi. Mustaqil xromatidlarga aylandi. Va telofaza 2da esa hujayra bo'linadi. Ikkita yosh hujayra hosil bo'ladi. Xromosomalarimiz mana despirallashadi. Va oxirida ikkita yosh bir xil hujayralar hosil bo'lyapti. Mana hujayramiz hosil bo'ldi. Ikkita hujayra hosil bo'ldi. Bu rasmda ham berib ketilyapti. Mana har bir hujayramiz mana bo'linib davom etyapti. Xromosoma mana ikki tomondan iplar kelib birikyapti, bo'linyapti. Xromosomalar ikki hissa ortib ketdi va oxirida hosil bo'lgan hujayralar mana ikkiga bo'lindi. Bitta hujayramdan ikkita hujayramdan 4 ta. Xo'p, endi meyoz bo'linishda hujayralar soni qanday ortadi? Bitta hujayra 2 ga bo'linadi. Meyoz 1 bo'linish natijasida meyoz 1 bo'linish natijasida ikkita hujayra hosil qiladi. Hosil bo'lgan ikkita hujayra esa yana har biri ikkitadan hujayra hosil qiladi. Bu meyoz 2 hisobiga amalga oshadi va bo'ldi. Bu hujayralar endi qaytib bo'linmaydi. Bu hujayralar jinsiy hujayralar, yo tuxum hujayra yoki spermatozoid degan. Ya'ni jinsiy hujayra degan ma'noni bildiradi bular. Aynan chunki meyoz bo'linish natijasida sodir bo'lyapti. Xo'p, endi meyozda to'plamlar qanday o'zgarib boradi? Dastlab birlamchi jinsiy hujayra diploid to'plamga ega bo'ladi. Ya'ni interfaza bosqichining G1 bosqichida demak birlamchi hujayralarimiz 2n2s holatda bo'ladi. Bu degani bir DNKli xromosomalarning demak diploid to'plami. Xo'p, endi sintezda qanday o'zgaryapti? 2n4s. Nima uchun? Chunki DNKmiz 2 hissa ortib ketdi. 2s edi DNK, 2 hissa ortsa 4s bo'lib qoladi. O'qilish qanday bo'ladi? 2 DNKli xromosomaning diploid to'plami. Chunki bitta xromosomada ikkita DNK turibdi degani, ya'ni n barobar 2s ga. Ya'ni bitta xromosomamizda ikkita DNK, shuning uchun 2 DNKli xromosomaning diploid to'plami. G2da hech qanday irsiy axborot o'zgarishga uchramadi, shuning uchun 2n4s holatda. Profaza 1da ham 2n4s, chunki irsiy axborot o'zgarmadi. Metafaza 1da ham 2n
4s irsiy axborot o'zgarmadi. Anafaza 1da ham 2n 4s, chunki hech qanday xromosom ortmadi ham, kamaymadi ham. Nechta bo'lsa xuddi shuncha turibdi, shuning uchun anafaza 1da ham 2n 4s. Endi telefaza 1da esa 2n 4s 2 ga bo'linib ketdi. Bu degani n 2s degani. Ya'ni har birida hosil bo'lyapti qanday to'plam? n 2s mana. n 2s ga ega bo'lgan ikkita hujayra hosil bo'ldi telefaza 1da. Mana bu n 2s to'plamga ega bo'lgan ikkita hujayra. ns da yozib qo'yibman, adashib. n2s mana. n2s to'plamga ega bo'lgan ikkita hujayra. Ular meyoz 2 bo'linishni boshladi. Meyoz 2 bo'linish natijasida n2s to'plam profaza 2da hech qanday to'plam o'zgarmadi, n2s. Metafaza 2da ham o'zgarmadi, demak n2s. Anafaza 2da endi o'zgardi. Nima ortyapti? Xromosom ortyapti. Denk o'zgarmayapti. Shuning uchun 2n2s bo'lib qoladi. Endi telefaza 2da esa mana shu 2n2s ikkita hujayraga taqsimlanyapti. Bu degani har biridan ns to'plam degan. Mana hosil bo'lyapti har biridan, demak ikkitadan hujayra, har birida mana ns to'plam. Mana jami 4 ta hujayra hosil bo'ldi. Mana bu meyoz 1 hamda meyoz 2 bo'linishiga qo'yamiz. Demak dastlabki birlamchi jinsiy hujayra 2n2s edi. Meyoz 1 natijasida telefaza 1da hosil bo'ldi n2s to'plamga ega bo'lgan hujayralar. Va meyoz 2 natijasida hosil bo'layotgan jinsiy hujayralarimiz esa ns to'plamga ega bo'lgan hujayralar hisoblanadi. To'plamlar qanday o'qiladi? n2s bo'lsa 2 denkali xromosomaning gaploid to'plami, 2n4 bo'lsa 2 denkali xromosomaning diploid to'plami, 2n2s bo'lsa 1 denkali xromosomaning diploid to'plami, ns bo'lsa 1 denkali xromosomaning gaploid to'plami deb o'qiladi. Va bizda hosil bo'layotgan barcha hujayralarimiz bu gaploid to'plamga ega bo'lgan hujayralar. Bu nimalar? Bu spermatozoidlar bo'lishi mumkin yoki bular ichidan qaysi biri tuxum hujayra bo'lishi mumkin. Bu jinsiy hujayralar. Va bu jinsiy hujayralar o'zaro qo'shilishi natijasida hosil bo'ladi zigota. N to'plamga ega bo'lgan ikkita jinsiy hujayra qo'shilsa, spermatozoid hamda tuxum hujayra qanday to'plam hosil bo'ladi? 2n to'plamga ega bo'lgan zigota hosil bo'ladi. Va mana shu meyozning biologik ahamiyati bo'ladi. Nima uchun deydigan bo'lsak, bu avlodlarda xromosomalarning doimiyligini saqlab beradi. Odamda oladigan bo'lsak, otadan 23 o'tyapti, onadan 23 o'tyapti. Demak, farzandda 46 ta xromosom. Agar bu meyoz jarayoni sodir bo'lmaganda, otadan 46 ta o'tsa, onadan 46 ta o'tsa, farzandda 92 ta bo'lib ketadi. Bu 92 ta xromosomaga ega bo'lgan farzand avlodidan esa 184 ta xromosoma karrali ortib ketib qolardi. Aynan shu karrali ortmasligini ta'minlab beradigan narsa bu aynan meyoz. Meyoz hujayralarni gaploid to'plamga o'tkazib berish orqali jinsiy hujayralarda, ya'ni gaploid to'plamga ega bo'lgan jinsiy hujayralarimiz hosil qilib beryapti. Xo'p, bu birinchi biologik ahamiyat, xromosomalarning avlodlar davomida bir xilligini ta'minlash. Ikkinchisi, xromosomalarda rekombinativ o'zgaruvchanlik sodir bo'ladi. Bu rekombinativ o'zgaruvchanlik bu aynan profaza 1 bosqichi bilan bog'liq. Profaza 1dagi konjugatsiya hamda Krassingover. Mana shu bosqich. Hamda profaza 1 bosqichidagi mana bu Krassingover hamda konjugatsiya jarayoni rekombinativ o'zgaruvchanlikni yuzaga chiqaradi. Hamda meyoz natijasida hosil bo'layotgan jinsiy hujayralar, spermatozoid hamda tuxum hujayra erkin kombinatsiyasi natijasida qo'shilishi natijasida ota-onadagi xromosomalarning yangi kombinatsiyasi hosil bo'ladi. Ya'ni otadan hamda onadan o'tgan xromosomalarni yangi kombinatsiyasi hosil bo'ladi va bu kombinatsiya natijasida kombinativ o'zgaruvchanlik yuzaga keladi. Demak, meyoz natijasida necha xil o'zgaruvchanlik kelib chiqyapti? Rekombinativ hamda kombinativ o'zgaruvchanlik. Bularning natijasida hosil bo'layotgan organizm ota-ona organizmga nisbatan yashovchan hamda moslashuvchan bo'ladi deb aytib o'tilgan. Bu aynan meyoz bo'linish hisoblanadi, ya'ni jinsiy hujayralarning hosil bo'lishi va hosil bo'lgan hujayralar qayta bo'linmaydi, ya'ni spermatozoid, tuxum hujayra bo'linmaydi. Shuning uchun meyoz sikl bo'la olmaydi. Meyozning ma'nosi bu ko'payish emas, aynan kamayish. Nima uchun? Lekin hujayra ko'payib ketyapti, lekin ma'nosi kamayish. Nima uchun ma'nosi kamayish? Sababi irsiy axborot kamaydi. 2n2s dan gaploid ns to'plamga o'tib qoldi. Shuning uchun ham meyozning ma'nosi ko'payish emas, aynan kamayish degan ma'noni bildiradi. Bu meyoz bo'linish hisoblanyapti.